Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan YouTube ayling. Bugun biz ajoyib va g'aroyib bo'lgan yashirin dastajeniyani bajarishni o'rganamiz. Bu uchun biz sharaf bo'limiga o'tamiz. Bu yerga kirib olamiz va bu tikonimizning nomi metan iroda. Bu yashirin bo'ladi. Bu sizlarga ko'rinmaydi. Bajarganingizdan keyin esa mana bu yerda paydo bo'lib qoladi. Buning bajarish uchun biz bitta matchda 1800 uron jon urishimiz kerak bo'ladi. 1800 uron jon urishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz mana bu kartani tanlab olamiz. Reytingsiz qizig'i yo'q. Mana bu kartani tanlab olamiz. Bundan ancha oson bo'ladi. Shunday ekan, dastajeniyani olishni boshladik. Birinchi bo'lib kilometrga tushib olamiz. Bo'lmasam qani ketdik. Mashina ham topib olishimiz kerak, transport. Albatta shu yerda bo'lar edi. Ana uni. Transport ham topib oldik. Transportimiz ham tayyor. Sizga hozir pul va o'sha aptekalar kerak bo'ladi. 1800 uron jon urish uchun 60 yoki 65 ta. Aniq bilmayman, lekin 60 tacha kerak bo'lsa kerak. 1800 jon urish uchun. Bo'lmasamiz Blomsterga borib olamiz. Ana bu yerda odam bor ekan. Salqov sotib qo'yardi. To'g'rimi? Mana bu odamni ham otib oldik va biz 17.000 pul yig'dik. 17.000. Mana bu yerda yana 5.000 olsa 22.000. Mana bu to'plarni darvozaga uradigan bo'lsak, bizga pul beradi. Avtomatik pul beradi. Shu aptechkalarni shu yerdan yig'asizlar. Aptechka yig'asizlarda keyin video davomida u yog'ini tushuntiraman. Qanday bajarilishini. Bu yoqqa to'p. Qayerga ketib qolding? Bizdan ham boshqa odam bor shekilli. Mana bizda 45.000 pul bor, undan tashqari bizda 16 ta aptechkamiz bor. Endi biz sekin do'konga borib aptechka olib kelsak ham bo'laveradi. Yo'lda odam ham bor ekan. Yo'lda bir ikkita aptechka olib kelsak, bu bizga foydali bo'ladi. Dastajeniya oldindan bajaramiz shunda. Yordam bo'lgan bo'ladi. O'zi mana bu yerlarda ham turibdi bu aptechkadan. Mana bu aliginaka bizga juda omadli bo'ldi deb o'ylayman. Chunki yaxshi narxlardan beradi. Mana bu yerdan 49 ta sotib olamiz. O'zimizdagi ham bor. Buni qanday ishlatishni esa o'yin davomida tushuntirib boraman. Xarid qilib oldik. Yana. Aka damini olib tursin, biz mashinaga qo'yib olaylik. Keyin gaplashamiz aka bilan.
va sumkaga kirsak, mana bu joyda bo'lish kerak edi. Moshinchamiz yukxonasi. Hammasini tashlab yuboramiz. Bu yoqdan biz qolgan aptechkalarni olamiz. Ikkitacha oshib qoldi shekilli. Mana buni tashlasak, olib olamiz. Endi bo'lsa zonaga ketdik. O'yinni chekkasida zona bo'ladi, o'sha zonaga boramiz. O'yin davomida yana tushuntirib boraman yog'ini. Mashin topib olsangiz o'zlaringga yaxshi bo'ladi. Olsam qani ketdik. Ye sal qoldi aka. Brat bunaqasi bo'lmaydi, aytmaysizmi? Hazil albatta. Bo'lmasam biz ketyapmiz mana zona tomon qarab. Mana bu biz ko'rayotgan birinchi zona, bu jonni chaqib yubormaydi unchalik. Buni ichkariroqda yana bitta zona bor. U jonni ichib yuboradi. Qayerda duradi mana. Mana o'sha zonaga ham keldik. Shu olamiz va mayga kirib aptechka urishni boshlaymiz. Mana. Aptechkani uryapti. Shunday ekan, hamma aptechkalarni shunday qilib urib chiqamiz. 60 tacha shunaqa aptechka ursak 1800 rom bo'ladi. Videoni cho'zib yubormaslik uchun shu joyda to'xtataman. Va shu to'plagan aptechkalarimizni shunaqa qilib urib chiqamiz shu yerda. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun shu yerda to'xtataman, pauza qilib turaman. Aptechkalarni urishda davom etyapman. Ryukzagimizdagi aptechkalar ham oz qoldi. Endi mashinadan aptechkalarni olib olamiz. Mana mashinadan aptechkalarni olib oldik va urishni davom ettiramiz. Aptechkalarimizni urishni davom ettiramiz. Mana shu tarzda uramiz. Bir 60 tacha 65 tacha aptechka ursak yetadi. 1800 rom bo'ladi. Taxminiga yaqin hisobda. Mana shunday davom etiladi. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun yana videoni pauza qilib turaman. Mana aptechkalar ham oz qoldi. 8 tacha. Aytganimdek 60-65 ta yetadi bunaqa aptechkadan olsangiz. Blomsterga tushsangiz ham sal holroq bo'ladi, ham to'plarni varataga ursangiz sizga pul beradi. Bu plyus tomon. Uylardan lut qilib pul qidirib yurmaysiz. Mana 4 ta aptechkamiz qoldi, 3 ta hozir tugadi. Bu aptechkalar tugagandan keyin esa o'zimizni zonada o'ltirsak ham bo'laveradi. Mana oxirgi aptechka. Oxirgi aptechkani ham urib oldik. O'zimizni zonada o'ltiramiz. Missiya bajarildi. Dastajeniya bajarildi endi. Mana. O'lib ham oldik, endi chiqamiz o'yindan. Videoni shu joyda pauza qilaman. Dan ham chiqib oldik. Bu menda bajarganlik uchun menga kelgani yo'q hali beri. Chunki men buni bajarib bo'lganman. Mana metan iroda. Buni bajarsangiz sizga ikkita class case beradi va 30 ball qo'shib beradi. Agar yana shunga o'xshagan qiziqarli videolarni ko'rishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling. Hammaga xayr.